apparatlaring vertolyot apparatimiz deb nomlanadi. Apparatimiz yangi qo'yilgan steshkalarimiz ustini silliqlab, xuddi shunaqa oynak ko'rinishga keltiraverishga mo'ljallangan vertolyot apparatimiz. Bugungi video obzorimizda shu apparatimiz haqida to'liq ma'lumot berib, narx-navolari bilan birgalikda tanishtirib o'tib ketamiz. Hamda video oxirida apparatlarimizni ishlash jarayonlarini ham yoritib o'tib ketamiz. Qani bo'lmasa boshladik. Tayyorlab qo'ygan vertolyot apparatimiz 1 metrlik variantlarda bo'ladi. Bu apparatlarimizning narx-navolari asosan tagidagi tog'lariga qarab narx-navolari oshib boraveradi. Bu 1 metrlik varianti ustidagi motorlari 170 gilza porshinli variantlarda bo'ladi. 1 metrlik 70 kilogramm vesiga ega bo'ladi. Klassik brendidan original vertolyot apparatimiz. Reduktorlari katta variantda bo'ladi. O'zini shpatillaridan alohida sotuvda olib kelib qo'yganmiz. Apparatlarimizni yangi qo'yilgan steshkalarimiz ustiga tog'lari bilan birgalikda qo'yib, birinchi o'rinda ustidagi toshlarini yedirib olamiz hamda toshlari yedirilib urovenga tushgandan keyin tog'larini olib tashlab, shpatillarini o'zida aylantiradigan bo'lsalaring, silliqlab xuddi shunaqa oynak ko'rinishga keltirib beradi. Benzin rasxodlari soatiga necha litr ichadi degan akalarimiz uchun soatiga maksimal 800 gramm ichadi. Bu ham nagruskada bo'ladigan bo'lsa, ko'rishlaringiz mumkin, o'zini vozdux filtrlari ham kattakon qilib o'rnatgan, ovozlari past variantda bo'ladi. O'zini gaz legirovkalarigacha o'rnatib qo'yganmiz. Bemalol gazlarini boriga qo'yib, bosib foydalansalaring bo'laveradi. Apparatlarimizni o'zini o'chirib yoqadigan klutchatorlarigacha mavjud bo'ladi. O'chirib, yoqib bemalol foydalanaverasizlar. Bu tomonda o'zini patsoslari, o'zini benzin boklarini, klutchatorlari, benzin boklarini yoki motorlarini bo'shatadigan bo'lsalaring, klutchatorlarini tortib qo'ysalaring, benzinlarimiz oqib ketmaydi. Tortib o'tadigan variantlarda bo'ladi. Endi apparatimizni narxiga qiziqqan akalarimiz uchun 1 metrlik variantlarini $300 dan qilib beryapmiz. Kanalimizga podpiska bosib, shu joyga like tugmachasini qizartib qo'yadigan obunachilarimiz bo'lsa, aytiladigan narxlardan ham chegirmalarini qilib, arzon narxlarda qilib beramiz. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Bugungi video obzorlarimiz shulardan iborat edi. Apparatlarimizda ishlash jarayonlarini ko'rishlaringiz mumkin. Marhamat.